Demak, siz Otabek Umarov va Ulug'bek Maqsudov akalarning qo'llarida ko'rgansiz. Ulug'bek aka, mana shu VUB 5.0 brasetini menga soting. Bo'ldi, o'zimda ham VUB 5.0 bor, buni sizga aniq sota olaman. Xo'p, Fazlin aka, bu o'zi VUBga qiziqishingizga nima sabab bo'ldi? O'zim hurmat qilgan topdagi insonlarni qo'lida ko'rdim. Aka, shuning uchun qiziqish bor. Aha, juda ham yaxshi. Kimlar ular, Fazlin aka? Otabek aka Umarov qo'llarida ko'rdim. Botir aka Rahimov, Ulug'bek aka Maqsumovni ham qo'llarida ko'rdim aka. Zo'r, demak, siz Otabek Umarov va Ulug'bek Maqsudov akalarning qo'llarida ko'rgansiz. O'shaning uchun qiziqish bildiryapsiz. O'zi Fazlin aka, bilasizmi, ular nimaga taqishadi bu brasetni o'zlarida? Endi men eshitganman, bu stresslarni o'lchashga, shu kaloriyalarni, kunlik aktivnostlarni o'lchashga yordam berar ekan aka. Xuddi shunaqa, o'sha siz aytgandan tashqari, ya'ni 20 dan ortiq shunaqa sog'liq ko'rsatkichlarni o'lchaydi. Aynan shuning uchun ham ular taqishadi. Undan tashqari asosiy sababi ular kasallikni davolash uchun emas, uni oldini olish uchun ham aynan shu brasetdan foydalanishadi. O'zi sizga ham Fazlin aka, nima deb o'ylaysiz? Kasallikni oldini olish muhimroqmi yoki kasallikni davolashmi? Aka, конечно, oldini olgan muhimroq, chunki arzonroqqa tushasiz-da. Zo'r, juda ham yaxshi. Aynan shuning uchun siz mana shu brasetni olishingiz kerak. Buni ko'chada Amerikadan olib kelib, alda $150 dan sotishyapti. Lekin men sizga buni hozir oladigan bo'lsangiz, $50 dan qilib, plus ichki 1 oylik obunasini ham qo'shib bermoqchiman. Nima deysiz, Fazlin aka? Bo'ldi, zo'r. Agar mana shunaqa narxda qilib bersangiz olaman aka. Bo'ldi, mana shunaqa narxda qilib beraman. To'lov qanaqa usulda sizda? Karta, naqd? Karta qilib beraman aka. Juda ham yaxshi. Mana bu sizga. Keyingi videolarda yana nimalarni sotishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib keting.